Xayrligidan sizga sovg'a studentlar uchun. Bu yerda ko'p mana Shavkat Rahmoniy Turkiylar tarixlari berilgan, Begali Qosimov, Ismoil Gasprali to'g'risida birinchi jadidlarimiz Ismoil Gasprali hisoblanadi. Islom Usmonov, Maqsud Ergashev, Buni Elkin, Chin vatan sarhadlarida, mana bitta Alixon To'rasog'ovning yaxshi gaplarni eshitib qoldim. Erkak kishining 5 ta qizg'anadigan narsasi bo'lar ekan. Jonini qizg'anar ekan, molini qizg'anar ekan, oilasini qizg'anar ekan, vatanni qizg'anar ekan, dinni qizg'anar ekan. Endi hozir fikrlasak ko'proq molni qizg'anishyapti, hatto jonni emas. To'g'ri. Eshitmadik, qarang. Erkak kishi deydi, sog'lig'ini sarflab deydi, buyumlarga ega bo'ladi deydi. Pullarga ega bo'ladi deydi. Endi deydi, o'sha pullarni sarflab sog'liqqa ega bo'lmoqchi bo'ladi. Mana. Aqlli ishlataylik. Men aqlli. Rahmat, Xayrullo aka bilan tanishib oldik, xudo xolisa. Yaqinda intervyu olamiz siz bilan. Nasib. Rozi bo'lsangiz, Mana bo'ldi do'stim. rahmat. Ijtimoiy tarmoqlarda ozmi ko'p biz tanishadi. Sizni xudo xolisa yanada ilmga targ'ibot sifatida ommaga e'lon qilamiz. Bo'ldi. Rahmat.